Saharlik va iftorlik uchun go'shtsiz yegulikni ham o'rgating degan qizlarimiz uchun juda ham mazali, to'yimli yegulik tayyorlaymiz. Ramazonda tayyorlab bersanglar, maza qilib oila a'zolaringizlar duo qilib yeb olishadi. Orada duolaringizda meni ham eslab qo'ysanglar xursand bo'laman. Demak, elangan unga sut, tuxum, tuz, shakar, droji solib aralashtirib olamiz. Sitilgan saryog' yoki margarin solib, qo'limizga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimizni oshib chiqish uchun iliqroq joyga olib qo'yamiz. Ichiga nachinkasi uchun kartoshkalarni qaynatib olib suvini to'kib tashlaymiz. Ozgina mazali saryog', 2 qoshiqda sut solib, kartoshkalarimizni pyure qilib ezib olamiz. So'ngra unga maydalab to'g'ralgan ukrop va kashnish qo'shib aralashtiramiz. Kartoshkani qaynatib olayotganda tuz qo'shgan edim, shuning uchun ichiga qo'shmadim. Istasangiz siz solishingiz mumkin. Orada oshib chiqqan xamirlarimizni 3 zuvalaga bo'lib olamiz. Har bir zuvalasini yoyib, ichiga tayyorlab olgan nachinkamizdan solamiz va rulet shakliga keltirib, o'rab, chetlarini ochilib ketmasligi uchun yaxshilab tugib chiqamiz. Bo'laklariga bo'lib, pergamin qog'oz solingan listga videoda ko'rsatilgandek qilib ustidan bosib taxlab chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib 180 gradusda 30-35 daqiqa davomida qizartirib pishirib olamiz. Yumshoqqina mazali bo'lib chiqadigan to'yimli yeguligimiz tayyor bo'ldi. Oling siz ham yeb ko'ring.